Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari, qo'y ishqibozlar, chorva ishqibozlari. Mana shunday yaxshi sog'liq ishqibozlari, bo'g'oz sog'liq ishqibozlari. Obunachilar, bugunga bir dona bo'g'oz sog'lig'imizni zo'ridan, yaxshisidan yetib keldi obunachilar. Qo'yimiz xudo xolasa tishlari yaqinda 4 tishga o'tdi obunachilar. Quloqlari uzun yuzlari oq yuzdan, dumbalari ham mana o'ta chiroyli variantidan yetib kelgan obunachilar. Videoni boshidan obunachilar bittadan like bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlar qoldirasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa boshladik mana. Obunachilar, buni bo'yini ham bir qator o'lchab ham ketaveramiz. Bo'ylari ham mana yerdan mana obunachilar mashinga olaverasizlar. Xo'sh, 85 atrofida ekan bo'ylari ham. Tishini ham bir ochib ko'rsataylik. Mana toza 4 tish. Toza 4 tish obunachilar. Qo'yimizda xolasa hamma huzur. Dumbalari, sifatlariga gap yo'q obunachilar. Bo'ylari ham o'ta zo'r. Obunachilar, buni narxi ko'p emas obunachilar. Mana ko'p emas. 6.500.000 so'mga dastavkalarni ichra qilib, chiroyli qilib yetkazib beramiz obunachilar. 6.500.000 so'mga dastavkalar ichida qilib chiqarib beramiz obunachilar. Mana shu bir dona qo'yimiz bor edi. Like bosib qo'yish obunachilar esdan chiqmasin. Sog' va salomat bo'linglar. Videolarimizda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.